Assalomu alaykum. Gulruh quroqlari gruppamizning aziz kuzatuvchilari, mana hozir yana bitta juda ham chiroyli bo'lgan beshigimiz tayyor bo'ldi. Zebo opamning beshiklari Jizzax viloyati Paxtakor tumaniga tayyorladik. Mana bunaqa quroqli kamalak beshigimiz. Ichida anjomlari bor. Juda sifatli tikilgan, ko'rishingiz mumkin overloklari bilan. Bu yerda mana qorin ko'rpachalari, yostiqchalari, hamma narsasi o'sha kamalakli quroqdan bo'lgan. Qo'lboqlari, mana ko'rib turibsiz. Bu yerda prostinalari va ikkita ko'rpachasi, bitta villurlik, bitta laslik va ustidagi juda ham ajoyib o'zgacha to'rlari. Iloyim nevaralarini yaxshi kunlariga xizmat qilsin.